麦子收完可以种这样的品种。你看看可能这个种了几个了？啊？几天了？是啊？哦，是啊。 110天，从种到收110天，100天，我们有从75天到135天的品种全都有，不同的熟期的品种都有。 16 qator ekan, 16dan 18 qator bo'ladi. Buni kuni qisqa. 110 kunda mana shu holat 110 kunga kelgan. Mana bu ham qisqa kunliklar ham bor. Mana pachatkani ko'ryapsizlar, ja unaqa katta bo'lmaydi. Bularning tavsiyasi bo'yicha bug'doydan keyingi bular tavsiya qiladi. Birinchi may kuni ekilganmi, birinchi iyun kuni ekilganmi misol uchun? Anaqa qiling. Zangar Üstadsenga ayting, mana bu yil KVS anaqada bor-ku, KH24 da. Ko'plarda mana shunaqa kichkinada. Juda ko'plarda, yaxshi qaragan joylarda mana shunaqa kichkina bo'ladi.他的手头发是就是今年种的那棵个24，就全是这样子的。Oh, juda ko'pida mana shunaqa. 它就是这样的，全是。那个随